Yo'q, hamishadan Yep, yep. Okey, eshikni ochamiz. Assalomu alaykum, xizmat. Qanaqa yordam bera olaman? Hacker videosi reaksiya. Nima? Keyingisi bo'lsin. O'ylaysanmi? Bu musa kitobni kim o'qirdi? Bugs uz Okey, eshikni ochamiz. Assalomu alaykum, xizmat. Qanaqa yordam bera olaman? sana yaxshi. Nima? Keyingisi bo'lsin. O'ylaysanmi? Bu musa kitobni kim o'qirdi? Aniq men o'qimayman. Yutganimizga qilmaymiz. Meni fikrimdan qaytdim. Tezda harbiy baza bilan bog'laning. Aha, tushunarli. Harbiy baza aloqa. Shpoqlangan shahri 13-ko'cha Burlimidagi do'konda qotillik ro'y bergan. Hozir hal qiling. Bu tirincha qilgan ishlari uchun albatta javob beradi. Men buni shunday qo'ymayman. Bu gunoh bo'ladi. Ko'sa xohlaydi. Men kofe xohlayman. Keçitda 7 banga degan yo'q ko'rdingmi? Menga lekin juda yoqdi. Qizil yutdami yoki sariqda. O'zi faqat qizil yutib bo'ladi, tentak. Boshqaga ayolim, nimaga bu kitobni oldingiz o'qimasam? Iltimos, sadaqa qiling. Pul topish uchun ishlash kerak. Qayerda bor? O'ldimmi, kimmanmi? Nimadir Nitoga o'xshayapti. Qayerda men? Agarda siz boshqa dunyoga to'satdan o'lib qolgan bo'lsangiz, birinchi navbatda bu yerning qoidalaridan tashqariga chiqmang va ularga qattiq amal qiling. Yana qanaqa qoidalar? O'z qoidalarni kim o'qirdi? Birinchi qoida, orqangga qarab yur. Unosinimcha qanday tirilib keldimmi? Tushunarli? Demak, sen o'lganingda bu dunyoning noma'lum joyida qayta tug'ilasan. Demak, men super giroyman. Yo'q, sen yuruvchi to'qsan. Bizga olamning 3-qoidasi. Agarda sen bu yerga ishlab pul topmasang, o'ldim deyapman. Chunki sen har oy mamlakatga soliq to'lashing kerak. What? Byuromiznikidan farqli emas ekan, mayli pul topishga. O'zga olamning 4-qoidasi. Pulni halol ishlab topishing kerak. Agarda qarovsiz qoldirilgan pulni ko'rsang, yaqinlashma, u tuzoq bo'lishi mumkin. Tushundim, ko'p gapirib boryapsan. Ana yerda pul bor ekan. You little bastard. Bu dunyo menga o'qiyapti, pul topishni oson ekan. Ey, tirancha, qani cho'ntagingni bo'shatchi. Stop, sizlar yana kim bo'ldinglar? Ozroq bug'ni chiqarmasang, o'ldim deyapman. Xo'sh, senda ikkita yo'l bor. Birinchisi tinchgina ular bilan urushish yoki Zo'rlashyapti yo'q. Bir shantaj ekan-ku. Qutqaruvchingiz shu yerda. Stop. Sen qiz bola emasmisan? Yo'q. Men faqat qizga yordam beraman. Bu yoqda qizli yo'q ekan, demayman, men ham qilishim yo'q. Bolakay yolg'iz qoldi-ku. Boshqalarga yo'q. Induziyada nuriylar, nagashlar teg'aptilar. Ruhga keyfiyoz o'ynaydi, Bo'ldi, suramiz. Boshqasiga baribir o'ldirib ketdi. Ko'p yo'q bilan kuzatamiz. Ana u qizni so'ramas kerakmi? Kechasi bir qayerga bilmaysizmi? Tez javob berchi, men o'yinchog'imni sen o'g'irlaganmiding? Men yuruvchi pokman. Ancha bu ahamiyatsiz. O'zi o'yinchoq qanaqa ko'rinishda? Nima, daraxt cho'piga o'xshaydimi? Tushunarli, qanday bitta o'yinchoqni qilamiz? Yo'q, Men yana bitta cho'p qo'ygan o'yinni tutib qo'ygan bo'lardim. Yo'qmi yo'q? Demak, bu maxsus. Bu yerdan hoziroq surishki.
Bugün qanaqa musulxona bo'ldi? Monstrimga teginmalari. Shoshma. Biz shunchaki sen o'g'irlagan narsani sotib olmoqchi edik. Men nima o'g'irlabman? Meni yuragimda. Ya ona Qayerda man edi? Yo'q, sen o'g'irlamayapsan. bu yana qadam bo'ldi. Uzr, qo'rqib bo'lsam, shunchaki qiz bola bilan birinchi marta bir to'shakda turishim. Men o'g'il bolaman. To'yib ketdim bu hayotda. Endi o'zimni o'ldiraman. Давай, o'tirdingmi jinda bilay. Bijir bo'lyapti. Quraylikkanman. Xo'sh, nima havoji boshqacha? Tepaga qarasang qayerdaligingni bilasan. Tepaga? Nima? Nima bir quyoshdamanmi? Yo'q, sen quyosh sistemasi atrofida aylanadigan yer sayyorasining atrofida aylanuvchi oy yo'ldoshidasan. Demak, men oyga chiqqan birinchi insonman. Plus, Oyga birinchi bo'lib Neil Armstrong 1969-yilda chiqqan. Yo'lchi menda bitta maxsus reja bor. Birinchi bo'lib Irkutskka qaytadigan mashina yasaman. Bam ishga tushiraman. Arabsizki. Kechirasan, Neil Armstrong aka. O'zi band edi. Deysan rejani amalga oshirishim kerak. Yo, what the fuck? Aytgancha, sen oyda ekanligingni bilasanmi o'zi? Oyda maxsus kiyimlarsiz odam nafas olmaydi va sochilib ketadi. Buni ham bilasanmi? What the fuck? Nima uchun aytmaysiz? Yordam. U nasıl kim kollar? Yo. Ya. Nima bu lo'g'isi? Yo. Qayerga tushib qoldingiz? Sandiqning ichida juda ham maxfiy xat bor. Uni o'qisang bilasan. Kechinarli. Yo, what the fuck? Bu xat juda ham maxfiy edi. Endi sen bu dunyoga qayta kelasan. Yo. Qo'yvor. Yo. Yadame. Başarıya pulu soğuk buldu. Yo. Uzun nefes giraydı. Sandiqni o'tishing kerak edi. Okey, bo'ldi, esim keldi. Xo'sh. Yo. Öf ya. Bu sefer tizim satıp olsun gerek. Hocamıza aman önemli maçı. Kullarımda kıstımayamam. İyi. Zeynep. Hangi dokumuz yetişmeyeceğine. Celal. Mingesiyle kindaki vahvet acıda zarur. Etmos, min gördü diye.
Nima iltimos qilsam bo'ldimi? Ikkinchi nima yozilgan ekan? Okey. Nima? Shurasi shuncha azob chekkanmi? O'ldim. Boshqa bosonlarga o'ldiraman. Men bo'ldim. Suvda qazib qaydan nima qilgan? Tushunmayman hech nimaga. Ularni qanday qilgan qora Mayli shuni olib o'tirachi. Shuni tushunmayman. Nima bo'lyapti? Umar Bilet ovoz bergan. Da, Umar Bilet. Stop, shoshma. Qayerga tushib qoldim? Tushunmayman shuniga. Sen vaqt oralig'iga tushib qolding. Bu yerdan ko'pchilik chiqa olmagan. Bu yerda eng kichkina detallar ham chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Ha, men esa qanaqadir daraxtga yaqinlashgandan so'ng mana shu yerda ko'zimni ochdim. Demak, senda detal daraxt ekan. Bu yaxshi. Omading bor ekan. Ha, o'zi vaqt oralig'i nima degani? U yerda vaqtni aldaganlar tushib qoladi. Xuddi senga o'xshab. Sen birinchi marta o'lganingdan keyin qaytib tirilmasliging kerak edi. Ammo nimadir xato ketgan. Ha, tushunganga o'xshayman. Bitta ham tushungam yo'q. Ha, bir tashqariga chiqaylik ekanman. Yo'q, bismillah. Yo, oldin chiqib qolgan shahri bu. Bir oldingilardan ancha yaxshi. Nima? Menimcha ko'zimga ko'rindi. Nihoyatda topdim tirrancha. Sen hoziroq o'lishing kerak. Meni o'tmaylar, bola chaqamni to'rtcha sigirimni ichiga qo'yib. Tirranchani ishi a'lo darajada bajarildi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. U vaqt oralig'iga tushib qoldimi? Tushib turganda. Jonursan. Jamonni o'tkazib yuboradiganga o'xshaydi. Yo'q. Demak, men vaqt oralig'iga tushib qoldim. Endi esa tirranchani qidirish kerak. Ana qizi ko'ylagi. Hoy, bola yaxshisizlar. Mana bu rasmiy o'g'lini ko'rmadinglarmi? Bu katta va u qochib ketdi. Ha, yo'q, Ha, bo'pti, davay gapiramiz. Hoy, bratski, mana bu bolani ko'rmadingmi? Bo'lmiz, mana uni ko'rmadingmi? Bashsharangga quloq. Sotuvchi. Mana bu bolani ko'rmadingizmi? Davay. Mana buni ko'rmadingmi? Kechirasiz, mana bu bolani ko'rmadingizmi? Qaytgan aytamiz. Yetishim kerak. Bala. Kechirasiz, yaxshi. Mana bu bolani ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Yaxshi, aldash yaxshimas. Xayrli tun, yaxshi ishlar ko'r. Balchiq. Hoy, mana bu bolani ko'rmadingizmi? Yo'q, bolam ko'rmadim. Bala, partikka. Aldash yaxshi emas. Asl bu qolaman yaqinda. Qayerda bo'lsin? Shoshmanda anchagina pul yuribdi. Endi qurollar sotib olishim mumkin.
Xo'p, ko'raylikchi, bu yerda nimalar bor ekan? Nima bu musor? Bo'lmaydi bu. Buni do'konga qaysi tinta qo'shgan? Bu tayyor. Bo'lmaydi bu ham. Nima bu? Bo'lmaydi. Shoshma, bitta do'ldirib qurol, u mashina o'ynayapsan. Xo'sh, ortib qolgan pulimga tezlik olsam bo'ladi. Xo'sh, qayerda bo'lishi mumkin? Tirrancha. Juda yomon bo'lgan. Menimcha ko'zimga ko'rindiyo. Nihoyat topdim tirrancha. Sen hoziroq o'lishing kerak. Nima? O'lib ketdimi? Meni qurollarim bittada o'ldiruvchi edi, adashmasam. Butunlay yo'q bo'lib ketdi. Lekin qurolim unga tekkanini sezmadim. Nimadir neto cho'tam. Yo. Mami o'ldimmi? Seni men qutqardim. Senga bir narsani aytishni unutma. Bu yerda topgan pullaringni ishlatsang bo'ladi va senda hozir juda ko'p pul bor. Bu yerda juda kuchli har xil qurollar bor va tezlik hamda kuch-qudratni oshirsang bo'ladi. Men barcha pulimni tezlik bilan kuchga ishlatmoqchiman onasiyimsan. Voy. Nimadir hech nima sezilmayapti. Qachon ta'sir qiladi? Kuch bilan tezlik. Faqat bo'ynimda ozgina qishish bor. Boshladik. Menga bu yoqqa boshlayapti. Odam ham zerikib ketdi ya. Endi uyga qaytish yo'lini ham topishim kerak. Biz hali ishni tugatmadik. Sen nimaganingni bilgandim. Aytdim, qaydandir bo'p hidi kelayotgan. Omading bor ekan. Seni hozir o'ldirmayman. Meni birikda chala qo'ygan ishlarim borligi yodimga tushdi. Quyoshdan yorug'roq. Bu yerda boshqa qiladigan ishim qolmadi. Kimlarni ko'ryapman. Endi navbat xotiningga. Sen esa tirik bo'lasan. Hammaga salom. Ismim Fikr. Sizlarni bu yerga chaqirganimdan maqsad shuki, ko'p gapirmasdan tezroq bo'lsangchi, biz konsept o'rganganmiz edi. Sanamas. Yaxshi ko'raman deganda. Qisqa gapiraman. Yashayotgan kuniga shukur qilmaydigan odamlar.
Hammang bilasan. Quyoshdan-da yorug'roq, yerdan-da qattiq. Birlashuv. Marioni desi. Qayerda xato qildi? Shunaqa qilib u barchani o'ldirdi va shu bilan tamom. Yo, what the fuck? Dahshat kitob ekan lekin. Voy, buni ikkinchi qismi yo'qmi? U dunyoni yo'q qilib yubordi. Ikkinchi qismi momamnikida olamanmi nima? Bu gapingiz ham to'g'ri. Ikkinchi qismi ham bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Tasavvur qiling, hozir bo'lgan hamma ishlar oddiy bir kitobda yozilgan narsalar bo'lsa-ya. Shoshma, u meni qanday qilib ko'ryapti? Men belgi bermagunimcha meni ko'rish imkonsiz va unda bu kuchlar yana qayoqdan keldi? U meni aniq ko'ra olmasligi kerak. Demak, sen ekansan-da o'sha. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Sen bu ishlaringga hali oxirida javob berasan. Men baribir o'lmayman. O'limdan ham battar taqdirlar bor. Xavotirlanmang bolalar. Ba'zan odamlarning qotish hayotning bir qismi. Lekin ularning hech qanday ishlar sarmaydi. Aslida odamlarning hammasini o'ldirdi. Ular uchun yangi dunyo. Va bu men xohlagan dunyo. Hoy, navroq o'ynaylar, shu Hammaga sayyi. Lekin men shuni